Tamaq yeginiz kelmay ishtayingiz tutilib qolgan kunlari menga o'xshash turmali tip sinab beqing, ta'm tilingiz dilam qoldi. Cho'ng kichik kammaylar yoqtirib yeydi. Buni qanday qaddimki, qinamiz birlikda o'rganaylik. 500 gram unga 5 gram tuz, bir tal tuxum chiqib, suvoq suv bilan chang'araq qilib xamir yug'urib olamiz. Diqqat qiladigan ishlar, xamirga yaxshi ishlab 10 minut tindirib olamiz. Bu araliqda biz qiyma qilib olamiz. Qolgush bulamdi yoki qo'ygush bulamdi ushshaq to'g'rab olamiz. Yangyo bilan piyozni videoda ko'rsatgandek ushshaq to'g'raymiz. Endi buning tam qurishlaridan tuz, zira, oqmush, qarmush, azroq suv qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Har kun mushunga o'xshash qulay yem yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni o'rgatyapman. Qo'llash ustidan inkas rayni haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Qozonga azroq may qo'yib, piyozni silib bir ishga qo'riyotgandan keyin pomidor, samsoqni silib qo'raymiz. Uningdagi rangini chiroyli chiqarish uchun cho'ng ustamning qizilmish qiyamidan bir qo'shiq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor qizilmish qiyamdan har qanday sayga azroq silvasak rangi chiroyli qan ta'mi o'zgish chiqadi. Pomidor ezilib mushalat ketganda azroq savs silib qo'raymiz. Endi saychilashqidek suv qo'yib qaynatib olamiz. Mushunga o'xshash oil taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Ders tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Unidar Nazi 7733 ekran üstüdeki numar şu. Endi xamirimizni yeyib, videoda ko'rsatgan bo'yicha 3 pulangalatni kesib olamiz. Uningdan keyin jiltini ustidan maylab, qiymini silib, bir yil dumiltib tugib olamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha tugib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Endi buning so'rashinglar mumkin, tayyor jilt qilsak bo'lamdi deb bo'laverdi, ha. Endi buni sayning ustiga tizib, taxminan 20 minut atrofida dumlab pishirib olsaqlar bo'ldi. Sayning ta'mi cho'pga singib kirib, ajoyib yeyishlik bo'lib ketadi. Mayli uyda balalarınız etib bering yoki mehmonning oldiga chiqishmi intayin mos keldi. Ta'mi o'zgacha ham bak yeyishlik. Buningdan keyin chiroyli taqsimizga usib, astidagi saylarni ustiga silib, qiytiqlar bilan yoki qaymoqlar bilan yoki bo'lmasa ochiq suv lazig'i milab yeydigan bo'lsanglar, ajoyib yeyishlik. O'rganib oldingizmi?